Qo'shni analiz javoblari yomon chiqdi. Uyni sotmasam bo'lmaydi. Bir devor qo'shnimsiz. Hindistonga borib, yaxshi bo'lib ketsam, uyni qaytarib o'zim olarman, ishlab. Nima deysiz shunga? O'zi uyni arzon beryapman. $33,000. Siz tushundim qo'shni. Qiynalayotganimdan foydalanyapti deb meni to'plab qo'ygan ropparasi $32,000 pulim bor. Shuni beraman, rozi bo'lsangiz. Kelishdingmi? Ha, mayli qo'shni. Begonaga ketmasin muhimi. Baraka. Mana qo'shni, $300 zakolat, qolganini kech payt beraman. Xo'p. Kelaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz aka? Yaxshi rahmat. Yaxshimisiz aka? E'lon bo'yicha keldim, ishlarni taydaman aka. Xo'p, chiqing. Xo'p, chiqing. Keling. Assalomu alaykum. Qachon yaxshimisiz? Rahmat aka. Uyni sotuvga qo'ygan ekansiz. Necha deyapsiz? Ozgina ulgurmabsiz-da. Men 32,000 ga baraka qilib qo'yibman. Baraka bo'lgan bo'lsa, ana internetda reklamani olib tashlang. Men 35,000 ga olmoqchi edim. Aka sog' bo'ling. Aka to'xtang. Bu aka. Pulingiz naqdmi? Pulim na, baraka qilib olibsiz-ku. Baraka qo'shnim bilan bo'lgan. Hozir menga qancha ko'p pul bo'lsa, shuncha yaxshi. Qo'shnimga o'zim tushuntirib qo'yaman. Ha, bo'pti, tushuntirib qo'yasiz aka. Bo'lsa dokumentlarni olib chiqib qo'ying. Notariusga sanab beraman. Aka, uydan o'tkazib oldik. Siz rozi bo'lasiz-a? Roziman, o'zim rozi bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Qo'shnimi? Qo'shni? Qo'shni? Nima qilyapsiz notariusda? Sizga telefon qilaman deb turdim. Sizdan keyin xaridor kelib 35,000 ga olaman dedi. Nomiga o'tkazib berdim. Bu menga bergan zakolatingiz. $200 qo'shib qo'ydim. Endi qo'shni sizga erkaladimi endi? Bilasiz, menga pul zarur bo'lib turibdi hozir. Erkak kishini labzi $3,000 dan qimmat turadi. Siz labzingizni zicha arzon sotib qo'yibsiz-da. Labs bebaho hisoblanadi. Uni arzonga sotib qo'ymang.